Assalomu alaykum. Demak, bugungi darsimizda nerv sistemasi hamda neyron haqida, shuningdek, qo'zg'aluvchanlik haqida gaplashamiz. Avvalambor tushunib olishimiz kerak, nerv sistemasi bu nima? Demak, odam organizmi juda ham murakkab tuzilma hisoblanadi. Buni juda ham yaxshi bilamiz. Unda turli xil organlar, turli xil funksiyalarni bajaradi va ular ichki va tashqi organlar. Va ularni ma'lum bir sistema sifatida, ma'lum bir parchalarining funksiyalarini birlashtirib turadigan demak, birlashtirib turadigan bir sistema kerak. Bu sistema bizada nerv sistemasi hisoblanadi. Nerv sistemasi, demak, asosiy funksiyasi nima qiladi? Avvalambor, barcha hayotiy organlarni funksiyasini boshqaradi va ularni bir-biriga integratsiya qiladi. Ya'ni bir-biri bilan bog'lab, bir-biri bilan to'ldirib, bir-biri bilan kelishib ishlashini nazorat qilib turadi. Demak, tushunarli. Va bu nerv sistemasining asosiy funksiyasi hisoblanadi. Bu narsasiz organlar ishlay olmaydi. Avvalambor o'z funksiyasini bajargani bilan qay darajada bajarayotganligini bilmaydi. Qisqa qilib tushuntiradigan bo'lsam, xuddiki boshqaruvsiz bir fermaday bo'lib qoladi. Hamma o'ziga kerakli bo'lgan ishni qiladi-yu, lekin bir-biri bilan bog'lanmagan, nima qilayotganligini tushunmaydi. Endi bu narsa tushunarli bo'ldi va bu nerv sistemasi bizada 3 ta asosiy bosqich bilan boshqariladi. Qanday? Demak, birinchisi sezgini qabul qilish. Sezgini deyapman. Sezgi funksiyasi, ya'ni sezgi organlar orqali tashqaridan sezgi organlari orqali axborot qabul qilish. Demak, bizning nerv sistemamiz avvalambor tashqaridan axborotni qabul qiladi. Bu uning funksiyasining nima qilishi? Birinchi, demak, bosqich hisoblanadi. Birinchi bosqich. Ikkinchi bosqich qabul qilgan, demak, axborot integratsiya funksiyasi orqali tahlil qilinadi va qaror qabul qilinadi o'sha asosida. Xulosa deb ham keladi. Qaror qabul qilinadi. Uchinchi funksiyasi bu javob reaksiyasi yoki harakat funksiyasi hisoblanadi. Shu 3 ta bosqichda bizning nerv sistemamiz o'z faoliyatini olib borar ekan. Endi bu qisqacha nerv sistemasining funksiyasi haqida edi. Ana endi o'zi nerv sistemasiga nimalar kiradi? Funksional jihatdan ushbu funksiyalar kirar ekan. Xo'p, uning tuzilishi, ya'ni qanday boshqaradi, nimalar orqali boshqaradi degan savolga javob beramiz. Nerv sistemasi tashkil topgan anatomik jihatdan 3 ta. Birinchisi markaziy nerv sistemasi. Demak, bizda markaz bor. Bu markazga nima kiradi? Albatta, bizning bosh miya hamda bosh miyaning davomi bo'lgan orqa miya. Yozib qo'yamiz. Orqa miya
va bosh miya. Shu ikkalasi. Bu markaziy nerv sistemasi. Asosiy funksiyani, nerv sistemasining asosiy funksiyasini shu ikkalasi boshqaradi. Endi ikkinchi darajali anatomik tuzilmamiz periferik nerv sistemasi. Periferiya degani markazdan tashqari degani, yon nerv sistemasi. Periferik nerv sistemasiga nimalar kiradi desanglar, ana endi periferik nerv sistemasiga uning tarmoqlari kiradi. Bular nervlar deb yuritiladi. Nervlar. Uzun nervlar. Xo'p. Nerv sistemasining oxirgi, demak, 3-chi anonsi bu demak nerv oxirlari hisoblanadi. Demak, mana shu 3 ta darajada avvalambor asosiy bosh miya, bosh miyadan keyin orqa miyadan keyin nervlar va nerv oxirlari sezgi organlar tartibida nerv sistemasining ish jarayoni olib boriladi. Bu nerv sistema haqidagi umumiy tushuncha shular. Endi savol tug'iladi, yana ham sal ichkariroqqa kiramiz. Nerv sistemasini shu funksiyasini gistologik, ya'ni o'zi eng mayda tuzilish birligi nima? Nerv sistemasining eng mayda tuzilish birligi, eng kichik funksional qurilish jihatdan deymizmi, funksiyasi jihatdan deymizmi, olib borgan eng kichik bo'lagi bu neyron hisoblanadi. Neyronni bizada hozir sxematik tasviri ko'rsatilgan, ko'rib turganimizdek, shu bilan birma-bir hozir tanishib chiqamiz. Shuningdek, uni orada funksiyalari, qanaqa jarayonlar kechishi bilan ham. Neyronni ko'rib turibmiz. Asosiy tuzilish organlarini qanaqa qismdan tashkil topganligini sanab o'taman. Birinchisi bizada qisqa, son jihatdan juda ham ko'p va juda ham shoxlangan o'simda dendrit hisoblanadi. Dendritlarning asosiy funksiyasi bu tashqaridan kelayotgan axborotlarni qabul qilish. Tashqaridan axborot, qaysi ma'noda axborot? Atrofdagi boshqa hujayralardan keladigan qo'zg'alishni qabul qilish. Ya'ni qabul qiluvchi bu. Bundan tarqatilmaydi. Bundan dendrit orqali faqatgina qabul qilinadi. Ya'ni qo'zg'alishni kiruvchi qismi. Shunda bir qisqacha ma'lumot aytib ketay. Qo'zg'alish nima? Bu qo'zg'alish bu kitobiy til bilan aytganda nerv impulsi. Ya'ni hujayra tinch holatda turuvdi. Tashqarida nerv impuls kelish natijasida o'sha tinch holatdagi uning tinchligi buzildi. Qo'pol aytganda, uning tinchligi buzildi va u qo'zg'algan holatga o'tdi. Mana shu demak tushuncha qo'zg'alish deyiladi. O'sha qo'zg'alishda dendritlarni vazifasi qabul qilish. Har xil neyronlardan, atrofidagi har xil neyronlardan aytamizki, bilamiz, bosh miyada ham yoki orqa miyada ham bitta neyron emas, juda ham ko'p neyronlar sistemasi, neyronlar tizimidan iborat, neyronlar turidan iborat. Xo'p, bu tushunarli bo'ldi, dendrit. Uning funksiyasi haqida yana bir to'xtalib o'tamiz. Keyingi qism. Bu qismni men yashil bilan belgilayman. Aylanaga olib. Mana bu qism. Bu qism bizda soma, ya'ni neyronning tanasi hisoblanadi. Neyronning tanasi. Xo'p, bu bir, demak bu ikki. Neyronning tanasi hisoblanadi.
Neyronning tanasi o'z ichiga yadro, endoplazmatik tur, umuman normal somatik hujayrada uchraydigan barcha organoidlarni o'z ichiga oladi. Asosiy moddalar almashinuvi, moddalar sintezi, moddalarning parchalanishi, neyron uchun kerak bo'ladigan, ya'ni faoliyati uchun kerak bo'ladigan oqsil, uglevod yog'lar aynan ana shu qismdagi organoidlarda sintezlanadi. Xo'p, keyingi qism bizda akson tepaligi deyiladi. Akson tepaligi. Akson tepaligi bu narsaga hozirroq to'xtalishdan oldin sizlar bilan akson o'zi nima degan tushunchani bir tushunib olaylik. Akson bu nerv bizning neyronimizning eng uzun o'simtasi, ya'ni yaqqol ko'zga ko'rinadi. Agarda neyronga e'tiborimizni qaratsak, yaqqol ko'zimizga ko'rinadigan, ko'zimizga tashlanadigan qism hisoblanadi. Bu qismning funksiyasi dendritlarimiz orqali ko'rdik, mana qo'zg'alishlar qabul qilindi. Agarda bu qo'zg'alish ma'lum bir nuqtaga yetadigan bo'lsa, bu nuqta bo'sag'a deyiladi. U haqida keyin to'xtalamiz. Ma'lum bir chegaraga yetadigan bo'lsa, miqdorga deylik, o'sha qo'zg'alish ma'lum miqdorga yetadigan bo'lsa, endi bu qo'zg'alish bizning neyronimiz o'sha qo'zg'alishni tarqata olish xususiyatiga ega bo'ladi. Ya'ni bitta dendritdan kelgan bitta qo'zg'alish ham tarqalib ketavermaydi. Qo'zg'alishlar yig'ilib, ma'lum bir nuqtaga yetib, tarqalish miqdoriga yetsagina tarqaladi. Ana shu tarqatishni bizda, demak, akson orqali amalga oshiriladi. Boshqa bir neyronga bizning qo'zg'alishimiz tarqatiladi akson orqali. Va bu qism shuning uchun aksonning oxiri deyiladi. Akson oxiri deyiladi. Demak, akson 4-qism bo'ldi. Endi tushuntirsak bo'ladi, akson tepaligi nima? Akson tepaligi ana shu aksonning boshlanish qismi hisoblanadi. Boshlanish qismi. Akson ana shu qismdan boshlanadi. Shakli piramidasimon. Juda ham funksional jihatdan muhim qism hisoblanadi neyron uchun. Endi bu anatomik jihatdan tushunarli bo'ldi. Yana bir narsa, bizda aksonning atrofini xo'p o'rab oladi ayrim yog'simon qobiqlar. Ya'ni bir qobiq desam xato bo'ladi. Qobig'u hujayraning hosilasi. Ya'ni bir hujayra bor. O'sha hujayra aksonni o'rab oladi va bu qobiq miyelin qobiq deyiladi. Boya aytganimdek, bu hujayra o'sha miyelin qobiqni hosil qilgan hujayraning nomi esa shvan hujayrasi deyiladi. Shvan hujayrasi. Qayerda? Boya o'tdik, markaziy nerv sistema bor edi, periferik nerv sistema bor edi. Bosh miya va orqa miya bu markaziyga kirardi. Periferik nerv sistemasi bilamiz, nervlar kirardik. Shvan hujayrasi ana shu periferik nerv sistemasida miyelin qobiqni hosil qilish funksiyasini bajaradi. Endi hujayrada kechadigan jarayonlar haqida gaplashsak. Qanaqa jarayonlar kechadi, nimalar sodir bo'ladi neyron hujayrasida? Bu narsa bilan hujayraning ichidagi yana ham ichkariroq tuzilmalarga kiramiz. Neyronni ichki qismida yadro joylashgan. Yadroda bilamiz, irsiy axborot bor. Yadrodagi irsiy axborot
yadrodagi irsiy axborotdan informatsion RNK sintezlanadi. Informatsion RNK bizda bu donador endoplazmatik tur. Informatsion RNK donador endoplazmatik tur undagi ribosomalarga o'tadi. Ribosomalardan ma'lum bir oqsil sintezlanadi. Ma'lum bir ko'rinishda oqsil sintezlanadi. Xo'p. Endi bu oqsil vezikulaga o'ralib Golgi majmuasiga keladi. Bizda Golgi majmuasi. Golgi majmuasidan chiqqan oqsillar o'z funksiyasini bajarishga kirishadi. Bo'lishi mumkin bu bizda membrana oqsillari. Membrana oqsillar bo'ladigan bo'lsa, mana bu membrananing tarkibiga keladi. Agarda qandaydir bir ferment bo'ladigan bo'lsa, u mitoxondriya yoki lizosomada yoki bo'lmasam sitoplazmaning o'zida o'z funksiyasini amalga oshiradi. Bundan tashqari bizni neyronimizda mitoxondriyalar bor. Mitoxondriyalar joylashgan. Mitoxondriyalar bilamiz, juda ham muhim funksiyasi bu energiya hosil qilib berish funksiyasini bajaradi. Bundan tashqari hozir ko'rib o'tamiz. Neuromediator sintezida ham ishtirok etadi. Bu hujayraning soma, ya'ni tanasida bo'ladigan holatlar, ya'ni bo'ladigan jarayonlar hisoblanadi. Endi sal yuramiz ozroqgina. Ko'rib turgan chizig'imiz bizada bu mikrotubul degan tuzilma hisoblanadi. Bu narsa sitosklet elementi, ya'ni hujayraning skletini ta'minlaydigan oqsil. Bu oqsilimiz akson boshidan to oxirigacha uzun bo'lib joylashadi. Shakli aylanasmon. Funksiyasini tushuntiraman. Bu oqsilimizda ikkita tipdagi motor oqsillar tushuntirgandim. Oldin ham ikkita tipdagi motor oqsillar faoliyat olib boradi. Kinezin hamda dinin. Sal imloviy xato bo'lishi mumkin. Tushunarli bo'lsa bo'ldi. Demak, dinin. Kinezin va dinin motor oqsillari faoliyat olib boradi. Ular o'zi nima? Bu kinezin bilan dinin motor oqsillari transportni, ya'ni hujayra ichidagi molekulalarning bir joydan ikkinchi joyga bo'lgan transportini ta'minlar ekan. Yozib qo'yamiz. Transport ta'minlaydi motor oqsillar. Ko'rdikki, mana bu qismda bizada kerakli oqsillar, uglevodlar sintezlanadi dedik. Ana shu oqsil yoki uglevodlar mana shu motor oqsillar ta'sirida somadan akson oxiriga keladi. Akson oxiriga yetkaziladi. Kinezin bu vazifani bajaradi. Albatta ATF energiyasi hisobiga. ATF energiyasi hisobiga kinezin bu oqsilni ta'minlaydi. Va bu yo'nalish, ya'ni somadan to aksonning oxirigacha bo'lgan bu yo'nalishda
somadan akson oxirigacha bo'lgan bu transport yo'nalishi anterograd transport yo'li deyiladi, ya'ni oldinga. Endi akson oxirida bu to'liq to'xtalmayman, shunchaki bilib olishimiz kerak. Akson oxirida neyrotransmitter, aytib o'tay, bu bo'lishi mumkin. Bu kinezin anonimiz, kinezin molekulamiz tashishi mumkin bo'lgan. Demak, molekulalar nimalar bo'lishi mumkin? Bo'lishi mumkin, aytganimizdek, oqsil. Bo'lishi mumkin neyromediator. Unga ham to'xtalamiz. Neyromediator. Va bo'lishi mumkin qanaqadir ferment. O'sha fermentlarni somada sintezlanadi to akson oxiriga yetkazadi. Akson oxirida deylik qaysidir oqsil ishlatib bo'lindi yoki neyromediatorlar ishlatib bo'lindi. Fermentlar o'z faoliyatini yakunladi yoki qaysidir o'sha bizning akson oxirida ham organoidlarimiz bor. O'sha organoidlarimiz o'z funksiyasini yakunlagandan keyin endi ular qayta ishlanishi kerak. Oqsil dezaman, mana oqsil deylik. Bu oqsil funksiyasini bajarib bo'ldi. Mana yaroqsiz holatga keldi, misol uchun. Endi bu oqsilni, bu molekulani qayta ishlash uchun tanaga, ya'ni metabolizm borayotgan organoidlar joylashgan joyga yetishimiz kerak. Bu vazifani bizada dinin oqsili mana bajaradi. Dinin oqsili demak akson oxiridan somaga tomon harakat qiladi. Va bu harakat bizada retrograd harakat deyiladi. Retrograd harakat. Endi akson oxiridan orqaga tomon harakat. Bo'lishi mumkin, bular ham boya aytganimdek, oqsil, har xil organoidlar o'z funksiyasini bajarib bo'lgan va hokazolar. Albatta dinin ham ATF energiyasi hisobiga bu funksiyasini bajarar ekan. Keyin mitoxondriya bo'lishi mumkin yo boshqalar somada joylashgan lizosomalar bilan, lizosoma bilamiz, lizosomalar fermentlar bilan juda ham fermentlarni o'z ichiga olgan vakuolar hisoblanadi. Bu o'sha vakuolar bilan qo'shilib yana recyclga, ya'ni qayta ishlash uchun kerakli holatga keltirilar ekan. Bu neyronni ichida boradigan jarayon. Qisqacha ko'rinishi bu, chunki har biri juda ham yana murakkablashib ketaveradi. Tushunib oldik. Demak, motor oqsillar, kinezin va dinin, ularning funksiyalari, ular somadan akson oxiriga bizga oqsil neyrotransmitterlar va fermentlarni tashlab beradi. Kinezin anterograd yo'nalish bo'yicha, dinin esa retrograd yo'nalish bo'yicha funksiyasini amalga oshirar ekan. Xo'p, shu joyda aytib o'tishim kerak. Dendritlar qo'zg'alishni qabul qiladi dedik. Shuningdek, to'xtab turamiz bu joyda. Bu neyron. Ana endi neyronning tuzilishi va funksiyasi qisqacha. Endi neyronlarni klassifikatsiya qilamiz. Funksiyasiga ko'ra. Neyronlar funksiyasiga ko'ra, ya'ni bitta neyron bo'lsa, endi funksiyasiga ko'ra bo'linadi. Xo'p, sezuvchi neyron, interneyron hamda harakatlantiruvchi neyron. Har qanday bizning markaziy nerv sistemasi va periferik nerv sistemamizdagi neyronlarni funksiyasi jihatdan bo'ladigan bo'lsak, ana shu sezuvchi neyronlar bor,
interneyronlar bor hamda harakatlantiruvchi neyronlar bor. Adabiyotlarda sezuvchi neyronlarni afferent neyronlar, harakatlantiruvchi neyronlarni efferent neyronlar deb ataladi, deb aytiladi. Eslab qolish oson bo'lishi uchun sezish birinchi sezamiz, keyin harakatga keltiramiz. Demak, sezuvchi birinchi kelar ekan, harakatlantirish keyin kelar ekan. Bosh harfiga e'tibor bersak, A harfi birinchi keladi, E harfi ikkinchi keladi. Alifboda. Shunga qarab mnemoniga qo'ysak bo'ladi. Ana endi bu uchala neyronni funksiyasiga qarab, demak, funksiyalarni sanab o'taman. Sezuvchi neyronlar avvalo qayerda joylashgan? Sezuvchi neyronlar markaziy nerv sistemasiga funksiyasi periferik organdan axborotni markazga yetkazish. Markazga boya aytdik, bosh miya hamda orqa miya kiradi. Menimcha tushunarli bo'ldi. Bosh miya hamda orqa miya. Demak, periferik organlardan qo'l, ko'z, burun, quloq bo'lishi mumkin. Har qanday tashqi organ retseptorlardan, demak, axborotni markaziy nerv sistemasi organlariga yetkazib berar ekan. Xo'p, interneyronlar. Interneyronlarning asosiy funksiyasi bizada axborotni qabul qilib, ya'ni mana sezuvchi neyrondan axborotni qabul qilib, shuni boshqa rangda yozaylik. Axborotni qabul qilib, uni yuqoriga, bosh miyaga uzatish. Bosh miyaga yoki miya sopiga uzatish. Qisqasi, qayta ishlash. Hozir sxemasini chizib tushuntiraman. Qayta ishlash. Xo'p. Endi harakatlantiruvchi neyron. Harakatlantiruvchi neyron qayta ishlangan axborot bu impuls. Qayta ishlangan axborot yoki impulsni periferik organga uzatish. Demak, tushunarli bo'ldi. Bularning funksiyasi nazariy jihatdan. Ana endi misol bilan tushuntiraman. Ko'zimizni chizamiz. Ko'zimiz bilan biz qandaydir xavfni ko'rdik. Ko'zimizdagi demak, sezuvchi neyronlar orqali bu axborot interneyronga yetkaziladi. Endi interneyron bu axborotni qabul qilib, boya aytganimizdek, dendridi bilan qabul qiladi. Qabul qilib, uni bosh miyadagi ma'lum bir markazlarga, deylik, harakat markazi bo'lishi mumkin, gipotalamus bo'lishi mumkin, yoki qanaqadir yadrolar deyiladi, neyron yadrolar bo'lishi mumkin.
o'sha qismlarga yetkazib beradi. Va o'sha qismdan axborotni olib, keyin boshqa bir interneyron uni harakatlantiruvchi neyron, ya'ni efferent neyronga yetkazadi. Efferent neyron bu axborotni olib, uni muskulga yetkazib beradi. Va muskul qisqarib javob reaksiyasini amalga oshiradi. Deylik, ko'zimiz bilan ko'rdik, qanaqadir bir mashina kelyapti, yo'ldan o'tayotgan paytimizda. Bu sezuvchi neyron orqali bosh miyamizga uzatiladi. Bosh miyamizda interneyronlarda har xil, demak, signallar, axborotlar qayta ishlanadi. Ya'ni qanday mashina kelyapti, u bizga og'riq berishi mumkin, mashinani ko'rganda qochishimiz kerak va hokazo xulosa qabul qilinib, bo'ldi, xulosa orqaga chekinish yoki oldakka yugurib ketish xulosasi qilinadi va u axborot, u xulosa harakatlantirish neyron orqali, demak, muskulimizga esa orqali esa tanani harakatlantirishga olib kelar ekan. Bu neyronlarning funksional jihatdan turlari hisoblanadi. Xo'p, endi biz neyronni elektron mikroskop ostida ham agarda uchrab qoladigan bo'lsa, yangilik bo'lmasligi uchun elektron mikroskop ostida ham tasvirlab berilgan. Ko'rib turibmiz, bizada mana bu qismi dendrit arasida dendritlar va o'sha dendritlar hamda yadro aralash qism mana tasvirlangan. Demak, bizada MT bu mitoxondriyalar hisoblanadi. Xo'p, mayda-mayda mana bu kichik R harfi qo'yilgan. Bu ribosomalar. Mana mitoxondriyalar. Chizib ko'rsatay. Mitoxondriya mana. Mitoxondriya. R bu endoplazmatik tur, endoplazmatik retikulum. LY lizosomalar mana qop-qora tasvirlangan, hammasi chunki zich fermentlar bo'ladi. Juda ham ko'p fermentlar bo'ladi. Xo'p, mana bu G harfi Golgi apparati. Mana. Yaxshilab qaragan bo'lsa ko'rinadi. Mana bu qismlar neyronlarning, boshqa neyronlarning tanasi aksonlari bo'lishi mumkin. Mana bu katta bizada yadro tasvirlangan. Xo'p. Xo'p. Bu yerda yana nima qoldi? MT da menimcha sal yetishmovchilik bo'ldi, mikrotubul ham bo'lishi mumkin. B rasm. Bizda B rasm yadro hamda somaning ichki qismi tasvirlangan ekan, ya'ni tanasining ichki qismi. Bunda ko'rishimiz mumkin. Yadroni bo'yatganimizdek zich tanachalar, lizosomalarni. Xo'p. Atrofida Golgi apparati, har xil shakldagi mitoxondriyalar hamda donador endoplazmatik tur. Golgi mavjudasi. Bu qism xromosoma hisoblanadi. Yadronchidagi zich bo'yaladigan qismni o'qiganmiz. D rasmiga e'tibor beradigan bo'lsak endi, D rasmda ko'rib turibmiz, akson tepaligiga yaqin qism mikroskop ustida ko'rilgan. Bunda endoplazmatik tur juda ham ko'p. Mitoxondriya. Xo'p. Bu NF neyrofilament bo'lishi kerak. Mana bu endi yonlamasiga ko'rsatilgan.
Glarimiz bo'yayotganimizdek golji majmualari. Xo'p. M harfi mikrotubul bo'lishi kerak. Chiziq ko'rinishda turibdi. Aniq tasvirlanmagan lekin. Endi S rasmimiz sezuvchi neyron ekan. Sezuvchi neyronning tanasida olingan bo'yayotganimizdek lizosomalar, yadro, mitoxondriya. Endi neyronning morfologik guruhlari haqida gapiramiz. Biz gistologik jihatdan ko'rib chiqdik. Morfologik guruhlar, ya'ni qanaqa shakldagi neyronlar bor nerv sistemamizda. Biza neyron tutilishi, uning funksional guruhlari haqida ko'rib chiqdik ma'lumotlar. Endi neyronning morfologik guruhlari haqida. Neyronning morfologik guruhlari, ya'ni shakl jihatdan qanaqa neyron hujayralar farqlanar ekan. Birinchi tipda bizada unipolyar nerv hujayrasi. Unipolyar neyronlar. Bu neyronlar uni degani bir tanasi bo'ladi. Tanasi hamda bitta o'simtasi bo'ladi. Bu bitta o'simta yoki akson yoki dendrit ham bo'lishi mumkin. Unipolyar nerv neyronlar odam organizmida uchramaydi. Faqatgina umurtqas organizmlarda uchrashi mumkin. Odam organizmida embrional rivojlanish davridagina uchratishimiz mumkin. Ko'rib turibmiz, bu unipolyar neyronda ham dendrit bor, akson ham bor. Mana akson terminallari ham bor. Xo'p. Endi unipolyar nerv hujayrasi hujayra tanasidan chiqadigan demak yagona o'simtaga ega bo'lar ekan, uni turli segmentlari qabul qiluvchi sirtlar yoki uzatuvchi tugunchalar vazifasini bajaradi. Xo'p, endi bipolyar hujayra. Bipolyar hujayra funksional jihatdan ixtisoslashgan ikkita o'simtadan iborat. Ya'ni uning aksoni hamda dendriti bor. Shuning uchun ham bipolyar, B2 polyar qutb. Ikki hujayrali qutb hisoblanadi bu hujayra tanasi. Bipolyar hujayraga misol bizning ko'zimizdagi yorug'lik retseptorlar. Demak, ko'zga oid qanaqadir bir mavzularni agarda ko'radigan bo'lsak, axborot ko'radigan bo'lsak, ular bipolyar hujayralar hisoblanadi. Keyingisi psevdo-unipolyar hujayralar. Psevdo-unipolyar hujayralar, psevdo degani soxta, unipolyar degani boya ko'rdik, bitta qutbli. Psevdo-unipolyar hujayralardan bitta o'simta chiqadi. Bu o'simtaning bir qismi bizada akson funksiyasini bajarib beradi, boshqa bir qismi dendrit funksiyasini bajarib beradi. T shaklida. Xo'p, ko'rib turibmiz, mana markaziy akson hamda akson terminallari bor. Xo'p, keyin bu qism esa periferik akson, teri bilan muskulga deyapti, hamda dendritlar bu sal tuzilishi, chalg'itishi mumkin. Dendritlar aksondan paydo bo'lganligi uchun bu hujayramiz sal ixtisosligi boshqacha bo'lganligi uchun biz boya o'tgan sensor hujayramiz shu sezuvchi neyron, ya'ni aferent neyron xuddi shunaqa tipda tuzilgan bo'ladi. Mana ko'rinish aytib turibdi. Orqa miyaning orqa shoxlari. Orqa miyaning orqa shoxlari ganglion hujayra deyiladi, ya'ni tugunsimo hujayralar. Shu tipdagi hujayralar bo'ladi. Psevdo-unipolyar hujayralar somatosensor, ya'ni tana sezuvchanligini, axborotlarni orqa miyaga yetkazib berish funksiyasini bajaradi. Rivojlanish jarayonida, ya'ni embrional davrida bipolyar hujayraning ikkita o'simtasi qo'shilib ketadi. Aslida mana bu holatda bo'ladi. Mana bu ko'rinishda. Embrional davrda shu ikkita hujayra qo'shilib ketadi. Va hujayra tanasidan keyin funksional jihatdan turlicha bo'lgan ikkita segmentga ega yagona o'simta sifatida chiqadi. Ikkala segment ham akson vazifasini bajaradi. Biri teri yoki muskulga, ikkinchisi esa markaziy orqa miyaga yo'naladi. Bu ham tushunarli bo'ldi. Demak, keyingisi multipolyar hujayralar. 3 xil tipdagi multipolyar hujayralarni bizga tasvir berilgan ekan. Birinchisi motor neyroni, ya'ni boya ko'rganimizdek harakatlantiruvchi neyron. Harakatlantiruvchi neyron axborotni mana dendritlar orqali biza boya ko'rgan haqiqiy tipik neyronni ko'rinishi bilan bir xil. Axborotni markaziy nerv sistemasidan olib, juda ham ko'p shoxlari bor, olib uni periferik organlarga yetkazib berish.
periferik organga yetkazib berish funksiyasini bajaryapti. Xo'p, multipolar hujayralar bitta akson va ko'plab dendritlarga ega. Ular sut emizuvchilar nerv tizimida neyronlarning eng keng tarqalgan turi hisoblanar ekan. Endi 3 xil turi bor deyapti. Orqa miya motor neyronlari, piramidali hujayralar va bosh miyaning Purkini hujayralari, ya'ni miyachaning Purkini hujayralari turlari hisoblanar ekan. Ko'ramiz, piramida tizimi hujayralar, bu gipokampus, bu bosh miyaning bir qismi hisoblanadi. Agarda bosh miya anatomiyasi haqidagi bir videoni ko'rib chiqadigan bo'lsanglar, yana ham tushunarliroq bo'ladi. Bu piramida haqida, piramidal hujayralar. Tana joylashgan, juda ham ko'p ko'rib turibmiz dendritlar. Bu dendritlarni o'zini ham ikkiga bo'lyapti bizda. Bazal dendritlar, ya'ni tanaga yaqin joylashgan dendritlar, apikal dendritlar, ya'ni uchki dendritlar hamda akson. Tuzilish jihatdan bosh miyani mana bunaqa tasavvur qiladigan bo'lsak, mana xuddi shu ko'rinishda joylashadi bu neyronimiz. Ya'ni mana bu qism yuqorida qoladi, po'stloqqa yaqin qism, mana bu qism po'stloq ostiga yaqin qism hisoblanadi. Va keyingisi Purkini hujayralari, bu miyachadagi juda ham shoxlangan ko'rib turibmiz dendritlar va akson hamda bosh miya tanasi. Demak, bu bizada neyronning morfologik guruhlari bo'ldi. Neyronning tuzilishi, unda boradigan jarayonlar haqida menimcha ma'lumotlar juda ham qisqacha bo'lsa ham yetkazib bera oldim degan aytaman. Ana endi nerv sistemasining funksiyasi, qo'zg'aluvchanlik funksiyasi haqida gaplashamiz. Uning uchun avvalo bizlar kimyoviy va elektrik potensial degan tushunchani bilib olishimiz kerak. Kimyoviy potensial nima? Elektrik potensial nima? Potensial avvalambor nima? Potensial bu farq. Ya'ni har qaysidir bir molekula yoki bo'lmasam zaryadlar orasidagi har qanday bir farq bizda potensial tushunchasini beradi. Deylik, biz membrana o'rtaga joylashtirdik. Bu membranaga kanal qo'ydik. Bu kanaldan ionlar harakatlanadi. Bu qismga boshqa bir ion uchun o'tkazuvchan kanal qo'ydik. Oqsil kanal. Demak, bizda o'rtada membrana bor, bu to'siq. Membrana, bu to'siq. Uning ikkita tomoni bor. Men bu qismiga juda ham ko'p kaliy ionlarini qo'yaman. Juda ham ko'p kaliy ionlari. Membrananing bu tomonida esa kaliy ionlari kam. Mana. Bu qismda kaliy juda ham ko'p. Bu tomonda kaliy juda ham kam. Ko'p tomonimizdan kam tomonimizga qarab kaliy ionlari harakatlanishni boshlaydi endi. Kaliy ionlari membranani bir tomondan keyingi tomoniga, ya'ni ko'p tomonidan kam tomonga qarab harakatlanadi. Maqsad oradagi kimyoviy potensialni yo'qotish, ya'ni har ikkita tomonda teng bo'lish. Chunki membranani ko'p tomon, bir tomonda ko'p, bir tomonida kam kaliy ionlar bo'lgan paytda bu ikkita membrananing ikkita tomon orasida kaliy ionlari bo'yicha kimyoviy potensial paydo bo'lgandi. Kimyoviy potensial. Bir tomonda kaliy ko'p, ikkinchi tomonda kaliy kam.
Bu nomni, bu narsani, ya'ni bir tomonda kaliyning ko'pligi, kaliy ionlarining ko'p, boshqa tomonda kaliy ionlarining kamligini bizlar konsentratsiya gradienti ham deymiz. Konsentratsiya gradient. Gradientdan farq. Konsentratsiya gradienti deymiz. Endi bu kimyoviy potensial bo'ldi. Kimyoviy element o'rtasida. Yoki bo'lmasa teskarisi. Bu tomonda natriy ionlari ko'p. Natriy ionlari ko'p. Bu tomonda kam. Bu ham kimyoviy potensial deyiladi va natriy ko'p tomondan kam tomonga qarab harakat qiladi. O'sha potensialni tenglashtirishga. Bu kimyoviy potensial haqida tushuncha shu. Endi xuddi shu narsani teskari qilaman. Ya'ni bir narsa aytish esdan chiqibdi. Elementlar, ya'ni membranalarning atrofida kimyoviy potensial bo'lgan paytda elementlarni o'zi bir-birini itadi. Ya'ni elementlar o'zlari harakat qiladi ko'p tomondan kam tomonga qarab. Endi keyingi tushunchamiz. Ionlar bilamiz, zaryadlangan holatda bo'ladi yoki plus yoki minus. Xuddi shunday membrana yana o'rtada, ya'ni yarim o'tkazuvchan qaysidir ionlarni o'tkazadi, qaysidir ionlarni o'tkazmaydi. Yozib qo'yamiz, bu membrana yarim o'tkazuvchan. Endi membrana bu tomonda plus ionlar ko'proq. Mana. Bu tomonda minus ionlar ko'proq. Pluslar kamroq. Bu holatda plus ionlar bilamiz, bir xil zaryadli moddalar bir xil zaryadlar bir-biridan itariladi. Bir xil zaryadlar bir-biridan itariladi. Natijada bu zaryadlar itarib, o'zlari membranani plus kam tomoniga qarab harakat qiladi. Bu tomonda ham pluslar to ikkita tomonda teng bo'lmaguncha bu harakat davom etadi. Muvozanat holatiga yetmaguncha. Bu yerdan ikkita o'tib, bu yerdan ikkita qaytib, ya'ni muvozanat holatida ionlar bu zaryadlar to'xtamaydi, faqatgina harakatlantirib turadi. Xuddi shunday minuslar bu tomonda ko'p. Ular minuslar kam tomonga qarab harakat qiladi. Minus kam tomonga qarab harakat qiladi. To muvozanat holatiga kelguncha. Bu elektr zaryadlar o'rtasidagi farq elektrik potensial deyiladi. Qisqa qilib aytsak, agarda farq potensial ion orasida bo'lsa, bu kimyoviy potensial. Bir tomonda kaliy ko'p, bir tomonda kam yoki natriy ionlari bilan yoki xlorid ionlari yoki kalsiy ionlari bo'yicha bo'lsa, misol sifatida yozaman. Agarda potensial zaryadlar hisobiga bo'lsa, bu elektrik potensial deyiladi. Plus yoki minus zaryadlar. Demak, elektr potensial haqida ham bizda
ma'lumotlar tushunarli bo'ldi. Ana endi nima uchun kimyoviy va elektr potensial haqida gaplashganimizni tushuntiraman. Xo'p, bizda hujayra bor. Mana bu hujayrani maket desak, bizda hujayra bor. Hujayrani tashqarisi hamda ichkarisi orasida doimo kuchlanish farqi bor. Kuchlanish nimaligini bilamiz? Elektr kuchlanish. Agarda biz voltmetr qo'yadigan bo'lsak, hujayrani ichkarisi hamda tashqarisiga apparatimiz bizada o'zgarishni ko'rsatadi, ya'ni ichkari va tashqari orasida farq bor ekanligini ko'rsatadi. Bu kuchlanish farqi nima hisobiga yuzaga keladi? Shu haqida gaplashamiz. Birinchisi, deylik, hujayramizning ichida va tashqarisida zaryad 0 millivolt edi. Nol millivolt edi. Deyarli 0 millivolt edi. Birinchi navbatda nima qiladi bizda? Membranamizda kanallar bor joylashgan. Ion kanallari joylashgan. Bu ion kanallarning birinchisi Xo'p, kaliy va natriy ion kanallari hisoblanadi. Kaliy natriy nasos deyiladi. Natriy kaliy nasos yoki natriy kaliy ATF transferaza deb ham ataladi. Bu ion bizaga ichkaridan 3 ta natriyni olib tashqariga chiqarib beradi. Tashqaridan 2 ta kaliy ionni olib ichkariga kirgizib beradi. Bu hisobiga bu kanal nima deydi? Bizning bu kanalimizning faoliyati hisobiga o'rtacha -5 millivoltga tushadi. Sabab bizada 3 ta plus ion chiqib ketib, 2 ta plus ion kirib kelyapti. Shuni hisobiga hujayramiz ichi nisbatan manfiylashdi deylik. Nisbatan manfiylashadi normada. Nisbatan manfiylashadi. Endi bundan tashqari hujayramizda elaksimon elaksimon kanallar bor. Elaksimon kanallar. Elaksimon kanallar ma'lum bir ionga ixtisoslashgan bo'ladi. Deylik, kaliy ioniga ixtisoslashgan elaksimon kanal yoki natriy ioniga ixtisoslashgan elaksimon kanal. Bu kanallar qanday qilib ma'lum bir ionga ixtisoslashgan ma'lum bir ionni o'tkazib, ma'lum bir ion o'tkazmasligi haqida keyin post joylaymiz. Kaliyga ixtisoslashgan elaksimon kanal faqat kaliy ionlarni o'tkazadi. Natriyga ixtisoslashgan elaksimon kanalimiz esa faqatgina natriy ionlarni o'tkazadi, boshqa ionlarni umuman o'tkazmaydi. Endi hujayrada ana shunday elaksimon kaliyga ixtisoslashgan kanallar joylashgan. Kaliyga ixtisoslashgan kanallar joylashgan. Kaliy elaksimon kanal deb yozib qo'yaman. Bu kanallardan ichkaridagi kaliyli tuzlar bilamiz, ichkarida kaliyli tuzlar bo'ladi hujayra ichida. Konsentratsiyasi kaliyli tuzlar konsentratsiyasi tashqaridagi kaliy ionlariga nisbatan yuqori bo'ladi. Ichkaridagi kaliy ionlari tashqaridagi kaliy ionlariga nisbatan konsentratsiya jihatidan yuqori. Shuni hisobiga ichkaridagi kaliy ionlari kimyoviy potensial. Unutmaylik, kimyoviy potensial hisobiga, ya'ni bu yerda kaliy ko'p, tashqarida kaliy kam.
kimyoviy potensial hisobiga tashqariga tomon harakat qiladi. Natijada ichkarida kaliy bilan bog'lanib turgan anionlar qolib ketadi. Bu bo'lishi mumkin fosfatlar, bu bo'lishi mumkin xloridlar, bu bo'lishi mumkin qanaqadir oqsil anionlar. Natijada hujayrani ichkaridagi demak zaryad -90 millivoltgacha yetadi. Kaliy chiqib ketganligi hisobiga hujayraning ichidagi zaryad kaliyning elektr potensialiga teng bo'lib qoladi. Tushuntira oldimmi? Kimyoviy potensial, ya'ni kaliyning ko'pligi ichkaridan uni tashqariga tomon itardi. Xuddi shunaqa bizada natriy kanallari ham joylashgan. Natriyga ixtisoslashgan elektron kanallar. Lekin ularning soni kaliy elektron kanallariga nisbatan kamroq. Va shuni hisobiga demak bizda ularning miqdori natriy oqimi shunga qarab sal farq qiladi. Tashqarida natriy ioni konsentratsiyasi ko'proq, ichkarida esa natriy ionining konsentratsiyasi kamroq. Shuni hisobiga kimyoviy potensial natriyni ichkariga tomon intiltiradi, ichkariga tomon taradi. Mana. Ichkariga tomon taradi. Elektron kanallardan harakatni yo ichkariga yoki tashqariga o'tishni umuman farqi yo'q. Ular xuddi bir ko'prikka o'xshaydi. Bittasi faqat natriy o'tkazadi, bittasi faqat kaliy o'tkazadi. Shuni hisobiga ichkarida zaryad biroz plyuslashadi. Natijada -90 dan zaryadimiz -70 millivolt atrofiga sal ko'tariladi, chunki tashqaridan plyus zaryadlar ichkariga kiryapti. Demak, bu holat bizadagi mana bu hosil bo'lgan 70 millivolt o'zgarmaydi. Muvozanat holatda o'zgarmaydi. 70 millivoltga turadi. Ya'ni chiqqan natriy ko'rib turibmiz, natriy ichkariga kirgani bilan tashqariga chiqarilyapti. Kaliy tashqariga chiqqani bilan atay hisob ichkariga ham kiritilyapti. Ya'ni bu jarayon tinimsiz ro'y berib turib, mana shu 70 millivolt ushlanib turadi tashqaridan qanaqadir bir faktor kelmagunicha. Endi shunda bir xulosa sifatida, bir konspekt sifatida bir aniq qilamiz. Takrorlab o'taman. Kaliy ioni bor, bizda natriy ioni bor. Kaliyga kimyoviy potensial bor. Elektr potensial bor. Xo'p. Kaliy ionni kimyoviy potensial nima qildi? Tashqariga itardi. Elektr potensial tashqari plyusroq, ichkari minusroq. Bizani kaliy ionimiz plyus zaryad. Plyus zaryad bo'lganligi uchun elektr potensial uni ichkariga, ya'ni minus zaryadlar uni past ichkariga tortadi. Shuni hisobiga elektr potensial kaliy ionlarni ichkariga harakatlantiradi. Tushuntira oldimmi? Demak, kaliy ioni ham ichkariga ham tashqariga harakatlantiryapti. Kimyoviy potensial, ya'ni konsentratsiya gradienti kimyoviy potensial hisobiga kaliy ionlari ichkarida ko'pligi hisobiga uni tashqariga harakat qilyapti. Kaliy ionlari ikkita tomondagi konsentratsiyani tenglashtirish uchun. Elektr potensial hisobiga, ya'ni tashqari plyuslar ko'p, ichkarida minuslar bo'lganligi hisobiga u ichkariga tomon ham harakat qilyapti. Ya'ni ichkarida ham uni tortib turadigan kuchlar bor. Shunaqa ikkita kuch bor. Tashqariga itaradigan kuch va ichkariga tortib turadigan kuchlar. Natriyni kimyoviy potensial tashqarida ko'p, ichkarida kam bo'lganligi uchun uni ichkariga harakatlantiradi. Ichkariga taradi kimyoviy potensial, chunki tashqarida natriy konsentratsiyasi bo'yatda ko'proq, ichkarida kamroq. Elektr potensial esa u ham ichkariga, chunki tashqarida plyus ko'p, ichkarida minus ko'p. Shuni hisobiga bizani elektr potensialimiz ham natriyni tashqaridan ichkariga harakatlanishini ta'minlab berar ekan. Bu narsa xlorid ionlari bor. Xo'p, kalsiy ionlari bor.
o'shalarni barchasi uchun ham ishlaydi. Ana endi demak kaliy ionlari ham tashqariga harakatlanar ekan, ham ichkariga harakatlanar ekan. Bu narsani qanday qilib bilamiz? Qancha ichkariga ketdi, qancha tashqariga ketdi? Ya'ni bularning muvozanat holatida ichkaridagi zaryad necha bo'lganligini qaydan bilamiz degan savol tug'ilishi mumkin. Chunki ko'rib turibmiz, tinimsiz harakat bo'lib turibdi. Ichkariga mana -70 ya'ni qo'polib aytganda qaydan hisoblangan degan savol tug'ilishi mumkin. Bunda bizada Nernst tenglamasi yordam beradi. Nernst degan olim ana shu hujayraning ichkarisidagi va tashqarisidagi ionlar konsentratsiyasini ana shu kuchlarga bog'lab o'lchab chiqqanda qanaqangi kuchlanish hosil bo'lishini o'lchagan. Nernst tenglamasiga ko'ra elementni tashqaridagi konsentratsiyasi formulasi RT taqsim ZF ko'paytirilgan logaritm elementni tashqaridagi konsentratsiyasi taqsim o'sha ionni ichkaridagi konsentratsiyasiga. Misol uchun bilamiz bu yerda hozir R erkin gaz doimiysi, T temperatura Kelvinda, Z o'sha ionimizning valentligi, F Faradiy soni. Umumiy hisoblaydigan bo'lsak, bularni mana bu tepa yuqori qism bilan pastki qismni bo'lib hisoblab yuboradigan bo'lsak, EX teng bo'ladi 58 millivolt taqsim ion valentligi ko'paytirilgan logaritmda X tashqari taqsim X ichkari bo'lib qoladi. Shu forma kelib chiqadi. Chunki mana bu erkin gaz doimiysi, temperatura, Faradiy soni aniq bo'lganligi uchun. Endi kaliy ioncha hisoblab ko'ramiz. Kaliy ionlar uchun ana shu nima deydi? Uni kaliy ioni bo'yicha kaliy ionining anonisi potensial, ya'ni kuchlanishi necha? Kaliy ionni o'zini potensiali deyiladi shu narsada. Qisqartirib aytsak, kaliy ionni potensiali necha? Xo'p. 58 millivolt taqsim 1. Bilamiz, kaliy ioni 1 valentli ko'paytirilgan logaritmda, natural logaritmda kaliyning tashqaridagi konsentratsiyasi 20, ichkaridagi konsentratsiyasi 400. Bu aniq hisoblangan. Shunda kaliyni, demak, elektr potensiali teng bo'ladi bizada 75 millivoltga minusda. Shaxsiy, ya'ni agarda bu degan nima degan desanglar, agarda boshqa elementlar umuman bo'lmasa, jarayon hujayraning ichki va tashqi membranasi faqatgina kaliy bo'lsa, ya'ni hujayraning ichkaridagi voltaj, kuchlanish faqat kaliy hisobiga hosil bo'ladigan bo'lsa, ichkaridagi zaryad -75 bo'lardi degan gap bu. Tushuntirib oldimmi? Ichkaridagi voltaj zaryad -75 bo'lardi degan narsa. Faqat kaliyga bog'liq bo'lganda hujayraning ichki qismidagi potensial. Endi xuddi shu narsa natriy uchun ham bor. Xuddi shu narsa demak bizada boshqa ionlar uchun ham bor. Natriy uchun ham hisoblab ko'ramiz. Teng bo'ladi, yana boyagidek 58 millivolt taqsim bilamiz natriy 1 valentli ko'paytirilgan. Natriyning ichkaridagi va tashqaridagi konsentratsiyasi, tashqarida natriy ko'p 440 ga teng bo'ladi, ichkarida natriy kam, ya'ni 50. Bu aniq hisoblangan summa, bu hech qayerdan taxmin emas. 440 va 50 teng bo'ladi bizada plus 55 millivolt. Bu degani, agarda faqatgina element hujayraning ichki va tashqi qismidagi membrana potensial kuchlanish faqat natriy bilan o'lchanganda, natriyga bog'liq bo'lganda, boshqa element bo'lmaganida edi, hujayraning ichidagi zaryad plus 55 bo'lardi. Tushuntira oldimmi? Faqatgina natriyning kimyoviy potensial bilan elektr potensiali hisobiga yuzaga kelganida edi, hujayraning ichidagi zaryad plus 55 bo'lardi. Boya aytgandek, faqatgina kaliyning elektr kimyoviy potensiali hisobiga yuzaga kelganida edi, hujayraning ichidagi zaryad -75 bo'lardi. Endi umumiy hujayraning ichidagi, demak,
anavni qancha ekanligini hisoblashimiz uchun nima deydi? Zaryad umumiy nechaga teng ekanligini hisoblashimiz uchun shu Nernst tenglamasidan foydalaniladi. Nernst tenglamasidan foydalaniladi. Xo'p, unga ko'ra demak formulani o'zini yozib o'tirmayman. Asosan nima deydi? Kaliy ionlariga nisbatan o'tkazuvchan bo'lganligi uchun hujayra natriyga nisbatan hujayraning ichidagi zaryad kaliynikiga yaqin, -75. Tushuntira oldimmi? Kaliyni hisobiga yuzaga kelgan kuch natriynikiga nisbatan ko'p bo'lganligi uchun hujayrani ichidagi zaryad EK ga yaqinroq natriydan ko'ra. Ya'ni -70 atrofida bo'ladi. Va bu -70 bizda membrana potensiali, ya'ni tinch membrana potensiali deyiladi. Bu juda ham kerak tushuncha. Tinch membrana potensiali, ya'ni tinch holatda hujayraning ichida -70 millivolt zaryad bo'ladi ionlar hisobiga. O'ylaymanki bu narsa sizlarga tushunarli bo'ldi. Mana bu holat, yana bir aytib o'tay, muvozanat holatini ko'rsatib beradi. Muvozanat. Tushuntira oldimmi? Muvozanat holati. Ya'ni muvozanat holatida o'z normada hujayraning ichida hech qanaqa ta'sir qilmasa, kaliy ionlari bir-biridan o'zaro harakat qilib, tashqaridan ichkari o'tib, kimyoviy potensialga, elektr potensialiga, keyin bundan tashqari natriy kaliy asosan bor. Shular hisobiga harakat qilib turib, -75 millivolt zaryadni berib turadi. Kaliy natriy ionlari esa +55 zaryadni berib turadi. Hujayraning ichidagini hisoblasak, chunki hujayra ham natriy ham kaliy hisobiga bo'lyapti-ku, ion anomisi, kuchlarning ichkaridagi zaryad. Ham kaliy ko'proq. Buni ham formulasi bor. Xuddi shu Nernst tenglamasiga qo'yiladi, faqat umumlashgan natriy bilan kaliyniki. -70 bo'lyapti. Bu -70 ning o'zgarishi, pastga yoki tepaga tushishi hujayrani qo'zg'alish yoki tormozlanish jarayonlarini keltirib chiqaradi. Xo'p, bu narsa keyingi darsda o'tiladi. O'ylaymanki, bizlarda sizlarga bugungi mavzu tushunarli bo'ldi. Videomizni tagidagi kommentariyada men ayrim mavzularni, demak, linkini qoldiraman. Chunki bizlarning bu mavzumizda yana ham tushunarliroq bo'lishi, yana ham tushunishlaringiz uchun qo'shimcha ma'lumot sifatida u videolarni ham ko'rib qo'ysanglar, yana ham o'zlaringizga foyda bo'ladi. Xo'p, ko'rganlaringiz uchun rahmat. Like bosib qo'yinglar, obuna bo'lib qo'yinglar. Kommentariy qoldiringlar, qanaqa kamchiliklar bo'lyapti, fikr bildiringlar. Keyingi videolarimiz yana ham sifatliroq, yana ham sizlarga manzurroq bo'lishligi uchun. Xayr, salomat bo'linglar.